Milliylikning dindagi o'rni. Urf-odat haqida. Aydın. Uyg'ur millati tarixiy taraqqiyoti jarayonida milliy qoida-usullar bilan diniy ahkamlar, milliy urf-odat bilan diniy qimmat qarashlar o'ttirsini nihoyatda ustalik bilan birlashtirib, zamonimiz Uyg'ur musulmonlarining diniy atmosferasi va diniy kulturini shakllantirgan edi. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni ishg'ol qilishdan ilgari milliy qimmat qarashlar bilan diniy ko'z qarashlar orasida tilga olg'udek cho'ng to'qinish yuz bermagan. Her iki nuqta bir musulmonda mujassamlangan holda Uyg'ur musulmon kimligini tashkil qilgan bo'lg'achqa, o'zimizga xos bo'lgan milliylikka ega, urf-odatimizga aloqador, dinimizda ochiq tekst kelmagan ba'zi masalalarni ayrim sharhiy qilishga ehtiyoj tushmagan. Olimlarimiz bu haqda keng yo'lni tutib kelgan edi. Qashqar va boshqa joylardagi jome xonaqalarda milliylikka ega har xil ko'ngil etish faoliyatlari uyushtirilib, xalqimizning ma'naviy turmushi beyitilgan edi. Xususan Qashqarda Qurbon hayit namozi o'qib bo'lgandan keyin nag'ri sunay sadosi ichida samo o'ynash, mashrablarda xilma-xil diniy prinsiplarga qarshi kelmaydigan o'yinlarning mavjud bo'lishi, jigarang chumparda ortgan ayollar bilan yuzi ochiq ayollarning o'rtaq haq-huquqqa ega bo'lishi, diniy qimmatni asos qilgan milliy maqol tamsillarimizning xalqimiz eg'iz adabiyotida o'rin olishi, 12 muqom tekstlari qatorliq bir qator din bilan geralashib ketgan milliy tus olgan ahkamlar asrlar bo'yi xalqimiz orasida mavjudligini saqlab kelgan edi. Ammo Xitoy tajovuzchilari vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin diniy sohaning eg'ir buzg'unchilikqa uchrashi, dindan xoli millatchilikning ostirtdan maydonga chiqarilishi, milliy urf-odatlarimizning dinga qarshi maydonga qo'yilishi, milliy xosligimiz va diniy hayotimiz o'ttirsidagi mustahkam bog'ning buzg'unchilikqa uchrashidan iborat siyosiy suiqasdlarning natijasida bugun biz milliy madaniyat va kulturimizning diniy hayotimizga qanchalik darajada ta'sir qildiganligi, uning chek-chegarasi haqida izlanish va o'ylanishga majbur bo'lib qolyapmiz. Biz bu maqolada milliylikning eng yorqin belgisi bo'lgan urf-odatlarga dinimizning qanday qaraydiganligi, urf-odatlarning qaysi shartlar ostida diniy hayotimizga kelalaydiganligi haqida ba'zi masalalarni tilga olamiz va mulohiza qilamiz. Aldı bilan urf-odat degan atalg'u haqida ozroq mulohiza ilib boraydi. Chunki uqumlarning aniq bo'lishi bizni texmi oson yo'l bilan to'g'ri natijaga yaqinlashtiradi. Urf-odat degan nima? Urf-odat so'zi arab tilidagi al-urf, ya'ni to'nilgan va bilingan, al-ada, ko'ngan va qabul qilingan, ya'ni shaxs yoki millat odatlangan va ko'p sonli kishilar qabul qiladigan ish faoliyatlarining Uyg'ur tiliga o'zlashishi natijasida borliqqa kelgan so'zlik bo'lib, ikkisi birlashgan vaqtda urf-odat bir millatning yashagan jo'grafiyasi, duch kelgan iqlim va klimatning ta'siri va millatning yashash shaklini asos qilgan holda shu millatga xos bo'lgan u millat uzundan beri odatlanib kelgan yashash uslubi, qimmat qarashlari va ideologiyasini ko'rsatadi. Bu haqda Uyg'ur tili izohlik lug'atida urf-odat keng ma'nodan aytganda bir kishi texmi muhimroqi bir millatning moddiy va ma'naviy turmushdagi tarixdan buyon uzilmay davomlashib kelayotgan va kun sayin qiliplashgan o'lgilik harakati va shu harakati haqidagi ideologiyalik qarashi, shuningdek an'anaviy kishilik turmush qarashi, dunyo qarashi, qimmat qarashi, diniy e'tiqodi, madaniyat san'ati, ideologiyasi, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va tarixiy tarafidan belgilangan insoniyat madaniyat taraqqiyotining o'rtaq natijasidan iborat. Oddiylashtirib aytganda, urf-odat biror xalq yoki millatga bir qadar o'rtaq bo'lgan va shu xalq millat ichida avloddan avlodga saqlanib kelayotgan an'anaviy yo'sin odatdan iborat deb ta'bir berilgan.
yuqorqi ta'birdan qaraganda urf odat faqat kiyim-kechak va yashash shaklini ko'rsatmasdan moddiy va ma'naviy jihatdan bir millatning mavjudligi va kimligiga aloqador ko'p taraflamilik ijtimoiy va iqtisodiy masalalarning hammasida ma'lum darajada ta'sir kuchini ko'rsatadigan ko'p sohaga chetiladigan bir qadar ommabop masala bo'lib qoladi. İslam dini musulmon hayotining yashash programmasi va qonun prinsipi bo'lish sifati bilan kishilar duch kelgan har bir masalaga qarta ma'lum darajada qonun prinsip belgilaydi. Chunki islom Alloh taolo tarafidan insoniyat dunyosini tartibga solish, qiliblashtirish va taraqqiy qildirishni maqsad qilgan va vahiy orqali kuchlantirilgan moddiy hayot bilan ma'naviy qimmatlarni Qur'on va hadis ko'rsatmalari bo'yicha moslashtirishni nishon qilgan ilohiy din bo'lish sifati bilan osmon bilan zamin, yaratquchi bilan yaratilguchi o'ttirsidagi aloqani to'g'ri shaklda elib berishni maqsad qiladi. Shuning bilan bir vaqtda insonlar hayotida tarozi mezon belgilash orqali cheklik aqlning xatolashishining oldini oladi. Cheklik ilm bilan cheksiz ilm, ya'ni Allohning ilmi o'ttirsini moslashtirib, texmi yaxshi bo'lgan hayot qurib chiqish g'oyasini o'ttirga qo'ydi. Aksicha bo'lgan taqdirda insonlar orasida yuz bergan masalalarni to'g'ri bir talab qilish imkoniyati bo'lmagan bo'ladi. Chunki har bir kishi mayli qaysi din, qaysi tabiqa va rayondan bo'lsin, o'zininkini to'g'ri deb qaraydi va boshqalarni xatoga nisbat beradi. O'zi xohlagan narsaga ibodat qiladi, o'zi xohlagan fikrini tashabbus qiladi-da, nihoyatda ko'p badal to'lanadi. Nurg'un insonlar gumrohlik ichida hayotini nobud qiladi. İnsanlar arasidagi bu xil o'zini qo'llash funksiyasiga ega ixtilofni hal qilish uchun ulardan bir qadar ustun bo'lgan, xatolashmaydigan, mutlaq ishongili bo'ladigan bir kuchga ehtiyojimiz bor albatta. Bu kuch dal vahiy bilan kuchlantirilgan dinning kuchidir. Dinimizda urf-odatga qanchalik ahamiyat berilgan? Urf-odatning dinimizdagi o'rni qaysi? İslam dinimizda urf-odatni ikki turga ayirgan bo'lib, to'g'ri bo'lgan urf-odatni din asla inkor qilmaydi. Hatto urf-odat dinimizning shar'iy hukm elish manbalaridan bir manba hisoblanadi. İslam fiqhi mazhablaridan Hanafi va Maliki mazhabidagi olimlar urf-odatga alohida ahamiyat bergan bo'lib, ularning qarashicha urf-odat oyat hadislarni tushunish, umumiy tekstlarni ixchamlashtirish, ibodat, muomala, oila qonuni va jazo qonuniga aloqador xilma-xil ixtilof ko'rilgan masalalarni hal qilish va hukm chiqarishda to'limi muhim o'ringa ega. Chunki ijtimoiy va rayon xarakterlik masalalarni hal qilish uchun shu rayonning umumiy ahvoli, kishilik qimmat qarashlari, dunyo qarashlari va urf-odatlarga muayyan e'tibor berilmaganda masala texmi murakkablashib ketadi. Urf-odatga amal qilishning dalillari. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda al-ma'ruf so'zini ishlatgan bo'lib, tafsirshunoslar hamma o'rtoq qabul qilgan urf-odat deb tafsir qilgan oyatlar tuvandikicha. Alloh taolo Qur'oni Karimda bolalarning beqish haqqini belgilashda mundoq degan: "Va 'alal mawludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf." Atalar, onalarni shariat bo'yicha yemek, içmek ve kiyim-kechak bilan ta'minlab turishi kerak. Baqara surasi 230-oyat. Bu yerdagi ma'rufdan maqsad shu rayon kishilari bolalarning chiqimlarini belgilashda asoslangan va odatlangan va qabul qilayotgan shariatga uyg'un odatni ko'rsatadi. Yana bir oyatda Alloh taolo mundaq degan: "Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafaqa berish lozim. Bu taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Baqara surasi 241-oyat. Ayol kishi bilan nikoh aloqasi uzilgandan keyin tasalli berish maqsadida beriladigan bu haqmu shariatga uyg'un qoida, urf-odat bo'yicha beriladiganligi haqida olimlar o'rtasida ixtilof ko'rilmagan. Nisa surasida Alloh taolo mundaq degan: "وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ."
yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, o yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini tortsin. Kimki yo'qsul ekan, o o'z emgigiga yarasha muvofiq ravishda yesin. Nisa surasi 6-oyat. Bu oyatdagi muvofiqlik shu rayondagi musulmonlarning örpi bilan belgilandi. Yuqorqi oyatlarda ijtimoiy munosabatga aloqador masalalarni hal qilishda urf-odat asos qilinadiganligini ko'rib olaymiz. Hadislardami urf-odatlarga alohida o'rin berilgan bo'lib, muomala bobida kengri ishlatilgan. Aisha roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Abu Sufyan roziyallohu anhuning ayoli Hind binti Uqba payg'ambarimizga: "Ey Allohning elchisi, Abu Sufyan bir az bexil odam, menga mening va bolalarimning ehtiyojiga yetkudek mol bermaydi, ammo men bildirmay olaman, u bilmaydi" dedi payg'ambar alayhissalom. Urf-odat bo'yicha va o'zingiz va bolangizga yetkudek olsangiz bo'ladi deb javob bergan. Shuning bilan bir vaqtda islom qonunida ayollarning to'yliq miqdorini belgilash mahrul masal, savdo setiqlardagi mol qaytarish huquqi xiyaru shart, ochiq tekst bayon qilinmagan, musulmonlarning manfaati asos qilingan al-maslahatul mursala qatorliq qonun va qonun chiqarish prinsiplarida urf-odatga nihoyatda yuqori o'rin berilgan. Urf-odatning shartlari. Islom dini urf-odatning qabul qilinishi va e'tiborga elinishi uchun ba'zi shartlarni o'tirib qo'ygan bo'lib, ular tuvandikicha. 1. Urf-odat shariatning ochiq tekstlariga qarshi bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karim va sahih hadislar asosiy qonunimiz va diniy dasturimiz bo'lish sifati bilan musulmonligimizning birinchi o'lchami hisoblanadi. Mayli qaysi millat va irqqa tava bo'lsin, shariatimizning ochiq tekstlariga qarshi har qanday urflashgan ish-harakat mutlaq rad qilinadi. Chunki biz islomga to'liq kirgan vaqtimizda dinimizning barliq ochiq tekstlariga qarshi fikrlarni inkor qilgan va qabul qilmaydiganligimizga imzo qo'ygan bo'lamiz. Masalan, bir millatda qimar o'ynash urf-odatga aylangan bo'lsa, dinimizning qimarni harom qilishdan iborat ochiq tekstlarga qarshi bo'lganligi uchun bu urf-odat rad qilinadi. Bir millatda zina fohisha asrlar bo'yi hamma o'rtaq qabul qilgan urfga, to'g'ri tushunadigan ideologiyaga aylangan bo'lsa-mu, dinimizning asosiy qonuniga zid bo'lganligi uchun mutlaq rad qilinadi. 2. Urf-odat yomonlikqa va gunohga sabab bo'ladigan yoki chaqiradigan bo'lmasligi kerak. Dinimizning asosiy prinsiplaridan biri bo'lgan yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish har bir musulmonning kishilik hayot o'lchimida bo'lmasa bo'lmaydigan zarur qimmat qarash hisoblanadi. Urf-odatga aylangan bir faoliyat agar bu prinsipga qarshi kelsa, mutlaq rad qilinadi. Masalan, ba'zi ruxsat qilingan o'yinlar, ko'ngil etish faoliyatlari, tantarbiya faoliyatlari, g'ayri rasmiy yig'ilishlarda nomahramlarning aralashishi, harom amallarning qilinishi yoki tashviq qilinishi qatorliq cheklangan qilmishlar yuz berib qolsa yoki diniy kimlik, milliylik degan nom bilan suiiste'mol qilinsa, mutlaq cheklanadi. 3. Urf-odat dinning asosiy maqsadlariga uyg'un bo'lishi kerak. Dinimiz ulamolarning ijtihodi va yig'ma xulosa qilish natijasida 5 asosiy prinsip bo'yicha hukm bayon qilgan bo'lib, bular dinning ulini tashkil qiladi va ochiq tekst bo'lmagan masalalarda nihoyat muhim rol o'ynaydi. 1. Dinni qo'g'dash. 2. Jonni qo'g'dash. 3. Aqlni qo'g'dash. 4. Malni qo'g'dash. 5. Yüz obro'yni qo'g'dash. Yuqorqi shariatning 5 asosiy maqsadiga xilof bo'lgan urf-odatlar cheklanadi va maqsadlarni qo'llaydigan, kuchlantiradigan harakatlarga ruxsat qilinadi. Alayliq Yunonlarning gladiatorlarni toki ikki tarafning biri yana birini o'ltirgicha elishish musobaqasiga kirgizishi, garchi Yunon madaniyatining bir qismi va xalqning urf-odatlaridan bo'lsa-mu, islomiy nuqtadan rad qilinadi. Tamaki chekish
gerçi ochiq tekst bilan harom qilinmagan bo'lsa-mu, insonning hayotiga xavf elib keldiganligi uchun dinimizning jonni qo'g'dashdan iborat asosiy maqsadlardan biriga xilof deb qaralib cheklanadi. Milliy urf-odatlarimiz o qadar go'zalki, orasidan bu kategoriyaga naq tushadigan misol topolmadim. Uyg'urlar ichida shuningga o'xshash shaklda milliylashgan urf-odatga aylangan harakat bo'lib qolsa, o'xshashlar cheklanadi. Xulosa qilib aytganda, dinimiz milliy urf-odatni inkor qilmaydi, balki qo'llaydi va millatlarning o'z xosligi bilan diniga agishish huquqiga alohida e'tibor beradi. Bu din arablarning yoki ajamning dini emas, balki xilma-xil kultur va madaniyatlarni qo'g'daydigan, himoya qiladigan, nihoyatda keng atmosferaga ega, millatlarni assimilatsiya qilmaydigan, balki milliylikni saqlab qolgan asosda agishishga buyuradigan, har zamon va makonga mos hukm beradigan haqiqiy haq dindir. Bizni bu dinning mansublaridan qilgan ulug' Rabbimiz Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin. 2020 yili iyulda yazildi.